ujastik videolar oladi. Qo'rqinchli ruhlar, jinlar shunga o'xshagan deb o'ylashadi. 6 yoshdan 60 yoshgacha desa bo'ladi. Chunki Yo'q, unaqa deya olmaymiz. qolsam kulaman, qolsam bunaqa qilaman. Mana shortiga keldim bugun. Ya'ni o'zim erkin yashayman, xohlaman. Darknet nima u? Internetni qora tomoni. Eng ko'p topgan daromadingiz YouTube'dan qancha bo'lgan? Shunaqa ekanmi? Da. Bo'rttirib yuboradi, qiliqlari ortiqcha, emotsiyalarni oshirib yuboradi Omonxon. Ularda mana bu konkurensiya rivojlanib ketgan. Aslida zavis. Siz qilayotgan ishlaringiz O'zbekiston yoshlariga, yangi avlod egalariga manfaatlimi? 2 kun sal prosmotr bo'ladi, undan keyin bo'ldi, umri yo'q o'sha videolarni. Unisiga shubha Yo'q, yo'q. hozir olib boraman, Sizni kuzatuvchilaringiz borki shunaqa. Adasini gapiga kirmasa ham sizga gapingizga kiradi. Shunga olib boraman, shoshmang. Ularga agarda kimdir kelib turib kitob o'qisa, o'qimasligi mumkin, lekin men aytsam ular o'ylab ko'radi. Mendan xuddi cheat kod sifatida, mana bir vosita sifatida foydalansa, istalgan hozir ular xohlayotgan informatsiyani miyasiga singdirish mumkin. Studiyamizda O'zbekistondagi taniqli youtuber Omonxon Ahadov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Suhbatimizni boshlashdan avval bitta videoni tomoshabinlarga ko'rsatmoqchiman. Yosh aktyorlar sizga e'tiroz bildirmoqchi. O'qimaganlikda aybladingiz bularni, bular xafa. O'qiganman To'xtang, fikrlarni eshitmoqchimiz. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yo'q unda mahorat. Yo'q unda hech narsa. To'g'ri, o'sha paytda menda hech balo yo'q edi. Faqatgina o'zimga bo'lgan ishonch bor edi. Va o'sha ishonch meni shodgacha olib keldi. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yo'q unda mahorat. Yo'q unda hech narsa. Xo'sh, adashmasam bundan bilmadim 5 yil avval bo'lsa kerak yoki undan ko'proqmi? 2021-yil. 2021-yil, taxminan 5 yil bo'libdi. Studiyada qattiq muhokama bo'lgan. Ochiqchasi gaplashamiz Amirxon Umarov tok shousida va ana shu jarayondagi mana shu tanqidiy fikrlar, e'tirozlar sizga haqiqiy motivatsiya bo'ldi deb ayta olamizmi? Xo'sh, qaysi tomonda desa bo'ladi? Chunki aynan u paytda biza kino productionda bir aktyor sifatida men qatnashganman u yerda. Hozir aktyorlik faoliyatimda omad kelmadi-ku, lekin bu taraflama o'xshadi va qaysidir ma'noda motivatsiya ham bo'ldi desa bo'ladi. Chunki men aktyorlik faoliyatida omad kelmagani bu nazarimda yaxshi filmlar bo'lmagani bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Qaysi tomonda shunaqa desa ham bo'ladi, lekin bu gap bilan men yaxshi kino bo'lsa, yorbam o'ynardim, aktyorskiy metodi deb o'zimga katta baho bermoqchi emasman. Ya'ni sinab ko'rilmagan eksperiment qolib ketdi. Ya'ni buni javobini biz endi bilmaymiz. Men yaxshi aktyor bo'larmidim yoki yo'q. Kelajakda bilishimiz mumkin. O'sha vaqtlar tanqid qilingan yosh ijodkor bugun 3 milliondan oshiq obunachiga ega va ularning bir qismini poytaxtdagi Navruz bog'iga yig'a oldi. Biz sizga ana shu jarayonni ko'rsatmoqchimiz. Hozir do'stlar, mana shu 3 million boshini otamiz, davay! 3 million! Gap bo'lishi mumkin emas. Nechta odam keldi Navruz bog'iga? Xo'sh, Navruz bog'ini o'sha statistikasini bizga berishdi, o'sha o'tishadigan insonlar va 3 mingdan 4 minggacha inson umumiy o'sha kelganini aytishdi. 4 mingta odam keldi. Biz video suratlarda ko'rdik, juda ko'p va ular orasida tushunishimcha asosan maktab o'quvchilari. Ha, asosiy auditoriya hozir menda yoshlar. Chunki menga ko'proq shunaqa auditoriya yoqadi. Bunaqa ko'p odam yig'ish uchun ruxsat olish kerak. Siz ruxsat oldingizmi? Qanaqa bo'ldi bu jarayon? Nima deb ruxsat oldingiz? Xo'sh, aynan ruxsati va organizatsiya ishlari bo'yicha o'sha Navruz parki bilan hamkorlikda qilganmiz uni. Ya'ni Anhor park, Navruz ular birga. Ular bilan hamkorlikda qilganimiz uchun ular shug'ullangan bu ishlar bilan. Biz esa shunchaki o'sha promoni berdik va odamlarni yig'ib, odamlarga men va o'zimni do'st bo'lganlar bilan birgalikda как shou ko'rishga harakat qildik. Va o'ylaymanki, shuncha odam yig'ilib, bundan keyin yana gap so'zlar bo'lganiga qaraganda, ya'ni odamlar og'zida bu mavzu yurdi. Shuning uchun ham demak, anchadan beri o'zbek mediasida mana shu yo'qolib borayotgan obunachilar bilan yoki o'z kuzatuvchilar bilan ko'rishish, fan klub yig'ish, shu narsani sekin-sekin qaytarishga harakat qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bilasizmi Omonxon, men o'zimni auditoriyamni bilaman, ko'proq 30+. Sizniki 6 yoshdan 60 yoshgacha desa bo'ladi. Chunki yo'q, unaqa deya olmaymiz. Yo'q. Menimcha sizni ko'proq auditoriyangiz deylik 5-8-sinfgacha. Yo'q, asosiy qismi. Ularning ota-onasi ham ko'rsatadiganlar ko'p-da. Chunki aynan bizda so'kish yo'q. Bizlarning oilaviy ko'rishadiganlar ko'p. Qarang. Men xohlasangiz statistikani qo'ying.
mana основной juda katta foizda 70% taxminiy odam televizorda ko'radi. Endi siz o'ylaysizmi, agarda prime time bizda, ya'ni selskich ko'p ko'radigan vaqt soat 18:00 dan 21-22 gacha. Yozda endi kechqurunga cho'zilib boradi. Kun uzagani uchun. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu vaqtda televizorda faqatgina bitta yosh bolamizni ko'rib turish qiyin. Buni nafaqat men sizga просто shu statistikaga tanib aytaman. Balkim men agarda odamlar ko'p joyda yursam, men oldimga kuniga kamida 10 marta kelishadi yosh katta odamlar. Bolam ismini aytib salom yo'llab ber. Men juda ko'p qilaman. Ya'ni ular ham taniydi. Ular muxlis emas. Ya'ni masalan mana o'sha katta yoshli qarindoshlarim ham Tom Jerri ko'rishadi, lekin muxlis bo'lib emas. Просто bolasi ko'rgan ko'z tushib qoladi. Aytmoqchi bo'lganim taniydi, lekin основной bir auditoriya yoki mana auditoriyam shu deya olmayman. Tashqaridan siz ijodingiz bilmaganlar uchun xuddiki Omonxon YouTube'da ujastik videolar oladi. Qo'rqinchli ruhlar, jinlar shunga o'xshagan deb o'ylashadi. O'zi aslida faoliyatingiz nima bilan bog'liq? Sizni tanimaganlarga o'zingizni qanaqa tanishtirasiz? YouTube'da meni faoliyatim men o'zimni xuddi multfilmdek ko'rishni xohlayman. Multfilmdek. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Odamlar multfilmdan nimadir olishga harakat qilmaydi-da. Просто zerikdimi, kirib ko'radi. Nima bilan bog'liq bo'ladi videolaringiz? Xo'p, qarang. Videolar juda ham turli. Masalan, orada shunaqa yillar bo'ldi, eksperimental narsalar qildik. Ya'ni bitta seyfni qancha rezinka bilan, oddiy pul rezinkasini qanchasini siqib bir majaqlab qo'ysa bo'ladi, haqiqiy seyfni. Bu eksperiment. O'tiramiz, 10 ming gram rezgan qilamiz. U o'sha trenddan qoldi. Undan keyin challenge olib boshladik. Ya'ni oddiy tuxum bor, juda xurupkin, ya'ni nozik narsa bo'ladi, tushsa sinib ketadi. O'shani atiga 10 ming so'mga magazinda nimadir turib himoyalash kerak. Masalan, tipa qog'oz bilan himoyalatdi, tashlatdi, sinib ketdi. Demak, eksperimentni o'ta olmadi. Darknet nima u? Darknet o'zi aslida Darknet men bilishim bo'yicha qo'rqinchi juda ham internetni qora tomoni. Ya'ni u yerda har xil qo'rqinchli narsalar qilish mumkin. 3 million obunachi. Bu juda zo'r natija va siz bu natijaga necha yilda keldingiz? 2021-22 adashmasam YouTube kanalini ochgan bo'lsam. Taxminan 4 yil. 4 yilda 3 million obunachi. Gap bo'lishi mumkin emas. Eng ko'p topgan daromadingiz YouTube'dan qancha bo'lgan? Monetizatsiyadan menimcha shu oy bo'lsa kerak. Qancha? Shu oy bo'lsa kerak, bir 10 million so'm YouTube monetizatsiyasi bergan. Shunaqa kammi? Da. Nega? O'zbekiston. O'zbekiston ko'rgani uchun. Lekin YouTube'dan 10, 15, 35 ming yaxshi dollargacha topadiganlar bor. Da. Nimaga sizniki bunaqa kam? Agar o'zbekcha video qo'yib topadiganlar bo'lsa, men ularda master klass olgan bo'lardim. Agarda Mirvoga chiqadigan har xil videolar qilib topayotgan bo'lsa, demak, ular boshqacha yo'ldan sinab ko'radi. Ya'ni menga qiziq emas, meni hindlar yoki amerikaliklar ko'rgani. Menga haqiqiy o'zbeklar ko'rgani qiziq. Chunki faqat pul emas-da gap, tushunasizmi? Ya'ni bu yerda men o'ylashim bo'yicha monetizatsiya 1 yil keyin, 10 yil keyin, 10 yil oldin yonadi. Ya'ni bu narsa mayli, biz ko'ramiz, ko'rmasmiz, balki bu payt hayotdan tushib ketamiz, farqi yo'q. Muhimi hozir men yoshlarni bilan do'st bo'lishim, shu auditoriya bilan ular o'sayotgan paytda kelajagi bilan ko'zning oldida bo'lishim. Va kelajakda agarda men istalgan yo'nalishda nimadir qilsam, ular meni уже 1-2 yildan emas, bir ham 10 yildan beri pashta bilishadi. Tushunarli. O'zbekistondagi birinchi raqamli YouTuber kim? Mr. Otabek TV deb o'ylardim oldin. U oldinim 3 yil oldinda. Hozir unaqa emas. Yo'q, unda hozir o'zim ko'rmayman hech kim. Siz o'zingizni birinchi raqamliman deya olasizmi? Yo'q. Men o'ylashim bo'yicha hozir O'zbekistondagi eng yaxshi YouTuberlar bular yengil yiqayotgan insonlar, ya'ni obunachilar, prosmotrlar bular keladigan, lekin yengil yiqayotgan odamlar menimcha Kamol Qahhorov, Ahror Alixonov, Mr. Babrello. Bu sizni komandangizdaglar adashmasam. Ja, unaqa komanda emasmiz, просто hamkasblar. Bo'rttirib yuboradi, qiliqlari ortiqcha, emotsiyalarni oshirib yuboradi Omonxon deb fikr bildiradiganlar bor ekan sizga nisbatan. Ularga nima degan bo'lardingiz? Ular просто meni auditoriyam emas. Chunki meni auditoriyamda unaqa fikr yo'q. Mazza ovqatlanishga kelgan odam kelib mazza ovqatlanib ketadi-da. Agar ovqatlanib kelib turib, men metin nimadir ekan, men remont nimadir ekan deb aytdim, demak maqsad ovqatlanish emas, to'g'ri tushunasizmi? Maqsad o'ta boshqa. Maqsad boshqa bo'lsa, daychi o'ziga tushadigan cho'tka remontli restoranga borib ovqatlaning. Tushunarli, lekin xeyterlarga ham har doim bizani qanaqadir nisbatan javobimiz bo'lishi kerak, subyektiv. Sizni ham xeyterlaringiz bo'lsa kerak. Va o'sha xeyterlarga nisbatan nima degan bo'lardingiz? Men deyman, просто agarda men yoqmayman, просто ko'rmanglar, yoqadiganlar o'ta ko'p bo'lib qoldi. Yomon ko'rib kuzatadiganlar ham qiziq. Yomon ko'radi, lekin bitta ham ko'rsatuvingizni, bitta ham o'sha videoyingizni o'tkazib yormasdan ko'radi, lekin yomon ko'radi.
da bo'lishi mumkin. Chunki qarang mana. Nimaga aslida yoshlarga men yoshlar uchun ishlayapman. Chunki masalan bilasiz o'zim mana hozir o'zim esadingiz, 5 yil oldingi videolarni ham men kino produksiyondan chiqqan insonman. Ya'ni mayli u qanaqa leveldadir, boshqadir, ya'ni o'zini odam o'zini ishlasa yoki agar men meriga harakat qilsam, korotkmetrajga yoki zo'r bir kinoga o'xshagan narsa bera olaman deb o'ylayman, o'zim bilmayman. Endi har kim o'zi har xil o'ylaydi. Men shunaqa deb o'ylayman va 30 yoshimga yaqin sekin salamanda shu narsa kutsak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, xuddi shunaqa biz ham opit bilan chiqadigan narsa va bu o'xshamas. Lekin men harakat qilib ko'raman va eng kamida hech bo'lib qolmaganimdan ko'ra hozirgi qilayotgan ishim yaxshi. Xo'p, ana endi boshiga savolga qarasak, nimaga yoshlar uchun? Chunki men tengilar va mendan kattalar ularda mana bu konkurensiya rivojlanib ketgan. Aslida zavist desam, ular menga do'st qara olmaydi hech qachon. Buni men prosta atrofimdagi do'stlarimdan ham bilaman. Ya'ni qaysi ma'noda ular mana kimdir sizga yordam beradi, to uni o'tib ketguningizgacha. O'tib ketgandan keyin u nima qilish boshlaydi? Ketdi, sekin sizga bir tenglashib ishlagandan ko'ra, naborot undan ko'ra o'ziga o'xshagan sizni ham sal pastroq tortishga qolaydi. Va xuddi shu narsani xohlamagan holda va boshida o'zimdan kattalar va o'zim tengilarga avtor kontent qilganman, har xil kino narsalar qilardi, nimadirlar qilardi, masalan, sohada avvaldan bor odamlar meni biladi o'tda ham. Men o'tda xitdan ko'ra boshqa ish bilib ko'rmaganman. Yoki o'tda qanaqadir masalan shakar narxi oshib ketsa, shakar narxi oshdi haqida bitta video qilasiz. 2 kun sal prosmotr bo'ladi, undan keyin bo'ldi, umri yo'q o'sha videolarning. Otarchi vibda menga yoqmaydi bu. Undan ko'ra men noldan hammasini boshlayman dedim, Instagramni o'chirib tashladim, YouTube'ga kirdim. YouTube'dan hozir har xil narsa qilaman. Muhim o'zimman. Xohlsam kulaman, xohlsam nima qilaman. Mana shortiga keldim bugun. Ya'ni o'zim erkin yashayman, xohlaman. Mana shu narsa uchun ham men shuni bu tomoshabinlarga yoki studiyaga yoki kimgadir hurmatsizlik emas, bu shunchaki o'zingizni qulay his qilganingiz uchun. Menimcha mana shortiga kelganim kimgadir agar xalaqit berayotgan bo'lsa, bu masalaga juda ko'p savollarim bor. Xaytrlar ko'p. Xo'p, rekord darajadagi kuzatuv videoingiz qancha? Menimcha 9.6 million. 9.6 million. Salkam 10 million. Da. Tushunarli. Rekord darajadagi reklama shartnomangizchi? Unda ko'p deyman. Masalan, yaqinda Londonga borib keldim, Coca-Cola anaqasi bilan proyekti bilan. Ya'ni u yerda ham katta shartnoma bo'lgan. Ya'ni aniq bittasi deya olmayman-da, ko'pda. Masalan, Honor bilan biz o'tganlik juda katta proyektlar qilganmiz. Masalan, o'sha aytgan 9.6 million prosmotr bo'lgan video Honor telefonida reklamasi o'tadi. Ya'ni kim uzun videoda, 30 minutlik videoda Honorni yoki Lyubovda texnikani reklama qilib turib 9.6 million prosmotr yig'oliydi. Masalanda biz shunaqangi strategik xod qilganmizki, ham video qiziq bo'lgan, ham telefonni video davomida 5 marta kamida 1.5 minutni integratsiyasi ketgan. Shuni odam shuncha odam ko'rgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, oxirgi savolim, sizning faoliyatingiz, siz qilayotgan ishlaringiz O'zbekiston yoshlariga, yangi avlod egalariga manfaatlimi? Agar men shu ish qilmasam, kimdir o'rniga qiladimi baribir. Nima qiladi baribir. Yetak qilyapti, kimdir chopyapti. Masalan, Darkan degan temaga boramiz, hamma Minecraftda o'g'irlashyapti, hamma o'g'irlab qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Ular mendan yaxshiroq qiladimi? Yo'q. Demak, men shuni qilyapmanmi va yoshlarni o'zimga do'st qilyapmanmi? Ya'ni ular bilan birga yuraman, ular bilan birga gapirsam, kelsam, kyoto 4 mingta odam. Masalan, nimadir men bu yoqqa o'tsam, o'tyapti, men video chiqyapti, kutinglar desam, minglab kelib, menimcha millionlab odamlar kutyapti videoni-da. Unisiga shubha yo'q. Yo'q, hozir olib boraman. Kuzatuvchilaringiz borki, olib boraman. Adasini gapiga kirmasa ham sizning gapingizga kiradi. Shunga olib boraman, shoshmang. Xo'p. Mana shu payti men yoshlar agentligiga chiqsin menga. Aha. Yangi loyihamiz bor desin. Mana mutolaa, ushchiz, mana shu loyihalar bo'yicha hamkorlikka chiqsin. Men kelib usuldan pul olmayman. Men prosta yo'q, savoldan qochmang. Yo'q, shoshmang, savoldan qochmayman. Men prosta uzoqdan olib boraman, чтобы oxirida savol qolmasligi uchun. Aha. Mana chiqishadi va men ularga agarda kimdir kelib turib kitob o'qitsa o'qimasligi mumkin, lekin men aytsam ular o'ylab ko'radi. Aha. Ya'ni mana shunaqa ma'noda mendan xuddi cheat kod sifatida, mana bir vosita sifatida foydalansa, yoshlarga istalgan hozir ular xohlayotgan informatsiyani miyasiga singdirish mumkin. Ya'ni nima? Masalan, meni stabil ko'rayotgan, ya'ni bir oyda meni o'rtacha prosmot ahvatim YouTube'da 55 million, o'rtacha ko'rib chiqayotganlar hammasi akkauntlarning o'zi 4.5 million. 4.5 million yoshga sizlar nima bera olasizlar? Kontentlaringiz yosh yangi avlod vakillariga manfaatlimi? Foydasi bormi sizni ko'rishdan? Foydali nimadir demagan bo'lardim, lekin zararli emas. Tushunarli. Kimdir bizni kuzatayotgan yosh katta auditoriya, farzandi, o'g'li yoki qizi sizni ko'rayotgan bo'lsa, buni ko'rma deyishlari kerakmi yoki bunaqa deyishmayaptiki, prosmotrlarimiz bormi sizning kontentlaringizda? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Xavf yo'q. Yo'q, chunki bizda unaqa bir xavfli bir narsani o'zi yo'q. Ya'ni bizda yomon narsaning targ'iboti yo'q. Din va siyosatga ishonib qo'shilmaymiz. Bizda shuncha ko'ngilochar, ko'ngilochish. Ilhomlanib nimadir qing'ir ish qilib qo'ymaydi tomoshabinlar.
bolachalar. Yo'q. Tushunarli. Chunki biz shunaqa narsa qilamiz, kunlarda imkoniyati yo'q buni qilishga. Tushunarli. Eng asosiysi, mani nazarimda samimiy fikrim, siz juda ham samimiy, ochiq ko'ngil, o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, boringizcha o'zingizni ko'rsatasiz. Shuning uchun ham sizni ko'radigan auditoriya ekranda o'zini ko'radi siz orqali va menimcha shunga ham obunachilaringiz soni ko'payyapti va sizni kuzatish uchun ham qiziqarli. Sizga katta rahmat. Rahmat, Suhbatlashganimizdan juda ham xursandman.